Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sizlar bilan Dolphin Stars kanali. Hozirda men kanal nomini Dolphin Stars kanal nomini o'zgartirdim. Dolphin Starsga. Dolphin Starsga xo'p, xudo xohlasa ikkita ham o'zgartiramiz. Xo'p, sizlar bilan videoda sizlar bilan logo qo'yish va fintlar qilish o'rgataman. Xo'p, do'stlar, birinchi bo'lim men bu logo qo'yish o'rgataman. Logo qo'yish bo'yicha men logotipga kirib olasiz. Formani xuddi shunday qo'yasiz. Hozir yaxshilab qarab turing. Mana chap tarafdagi men xuddi anaqa almaz qo'yadigan bo'ladi. Svoy logotip turadi pastga ta'kidlab. O'shunda qarash xuddi shu tugma bosgandan almaz beradigan joy turadi. O'sha joyda almaz beradigan almaz bosasa, xo'p, mana qilib chiqadi. Bu yerda nima yozish e'lon hozir aytaman. Xo'p, bu yozishdan oldin bundan chiqib turasizlar-da. Hozir men sizlarga videoni pauza qilib ko'rsataman. Playmasterga kirib, xuddi mana qilib Dolphin Kids deb yozsanglar, o'shanda birinchi bo'lib Dream Kids Soccer 2025 chiqadi. Xuddi o'shani bosasizlar. Xo'p, mana bunaqa formalarini rangi xuddi mana shunaqa bo'lishi kerak. Xo'p, keyin o'shani sketch qolasizlar. Mana sketch qilib ochish bosasizlar. Xo'p, mana bunaqa qanaqadir video reklamachi keladi. Keyin yo o'zim bu narsani qaytaman deb o'ylasizlar. Xo'p, men hozir sizlarga boshini ko'rsataman hozir. Xo'p, har xil reklamadan bir amallab qiyinchiliklar bilan o'tib o'tganingizdan keyin mana bunaqa joy chiqib keladi. Birinchi bo'lib turgan joyda Aljersi deganni bosasiz, mana o'rtada turgan 10-nomer anaqa turgan futbolka turgan o'shga kirsanglar har xil mana ligalar chiqib keladi. Men hozirlarga bu Real Madridga yasab o'taman, La Liga degan ko'rsatadi. Xo'p, mana bitta Madrid deganni bitta bosamiz. Xo'p, mana bitta logotipi, home kit, mana kiyimlari, away kit, short kit, goalkeeper, darvozabonlarning formasi bor. Xo'p, bu yerda biz hozir mana buni xuddi mana shunaqa qilib ko'chirish kerak mana. Hozir bosaman do'stlar. Xo'p, mana buni xuddi mana shunday qilib yozamiz mana bu kodni o'sha yerga. Hozir mana do'stlarga kirib olamiz. Xuddi shunday qilib do'stlar, hozir videoni pauza qilib mana yozib olaman. Xo'p do'stlar, xuddi shunday yozib olganimizdan keyin mana Padretrevet deganda bosamiz. Mana do'stlar, Real Madrid logos tayyor bo'ldi. Xo'p do'stlar, nimada formani qanday qilamiz? Formani xuddi shunday o'shni kirib, forma deganni просто xuddi shunaqa xikkasini yozib, mana bu yerga shunday logotip forma degan joyga yozsanglar, xuddi shunaqa ajoyib formalarni taqdim etadi do'stlar. Xo'p, endi do'stlar, o'shdan biz hozir o'zimda turgan O'zbekistonning logosini ko'rgandinglar. Videoni boshiga ko'rsatib turibdi. Xuddi o'shanaqani qayerdan olishni aytaman hozir. Xo'p, Telegram kanalim ham bor meni. O'shanga kirasizlar. Kanal ссылкасini описаниеga qoldiraman. O'shni qarasanglar, xuddi o'sha O'zbekistonning logosi bor, qasoskorlar logosi bor, har xil logolar bor. Uni endi videoni описаниесida qoldiraman. Bo'pti, endi bu yerdan chiqib turamiz. Endi do'stlar, trenirovka bo'limiga o'tib turamiz. Va sizlarga fint qilish o'rgataman. Svobodniy trenirovkaga kiramiz. Xo'p, pastga beramiz-da. Fint qilish joyida mana bunaqa fint qilish uchun xo'p, hamda hozir cho'tkani chiqarib olayman. Cho'tkasi X bostir mana. Xo'p do'stlar, mana bu joyi, mana masjidini old tarafga bursanglar, mana bu tarafga shunday bursanglar, mana bunaqa fint qiladi. Xo'p, agar shuni orqa tomonga, mana bu tomonga sursanglar, mana bunaqa fint qiladi. Xuddi shuni bu tomonga qiladi. Xo'p, endi xuddi o'shadan pastki tomonga sursanglar, mana bunaqa fint qiladi. Endi xuddi shuni tepa tomonga sursanglar, mana bunaqa fint qiladi. Hop. Endi xuddi shuni просто bitta bosib qo'ysanglar, mana bunaqa oldinga tashlaydi. Endi xuddi shuni 2 marotaba tez bossanglar, mana
mamlag'asiga har qanday hitkada bilan zarbali yo'llaydi. Hozir ko'rsataman darvozani yoniga yo'lini qanaqalarga tepishini. Xo'p, men pas beraveramiz. Xo'p, Salahga. Salahdan Grizmanga pas beramiz. Grizmanni 2 marta bosganlar mamlag'asiga zarba yo'llaydi. Xo'p, mamlakat boshda bilan zarba yo'llaydi. Xo'sh do'stlar, men sizlarga hozir keyin akrobat qayta uslubida zarba berishni ham o'rgataman. Xuddi shuni ko'taramiz va 2 marta bossak, mamlakat zarba beradi. Agar yer bilan kelsa, agar shu havodan to'g'ri orqasiga akrobat tepishga borsa, akrobat tepadi do'stlar. Qaranglar. Hop. Va ana akrobat tepadi shundan qalarga. Hop, bitta bosamiz. Hop, 2 marta bosamiz, o'sha ko'rgan joyimni. Va ana gol. Yana bir marta. O ana gol. Hop. Videoni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Keyingi videoda uchrashguncha hamma do'stlar. Mayda videoni kommentariyasiga yozinglar. Keyingi videoda qanaqa narsalarni o'ynaylik? Karyeradan sizlarga o'yin qilib beraymi? Life'dan o'yin qilaymi? Hammasini aytib o'tsanglar, men o'sha yerdan o'yinlar qilaman. Xo'sh do'stlar, obunachilarning ko'paygandan keyin xudo xohlasa streamlarni ham boshlaymiz. Xo'p, streamda o'zinglar jonli savollarni bersanglar, javobini beraman men. Uchun do'stlar, obunachilar 60 tadan 70 tadan ko'p bo'lishi kerak. Shu odam qo'shib streamlar qilamiz. Qo'shsanglar, ko'paytirsanglar podpисчикларni. Shu dasiga qiziqadigan o'rtoqlarni, qiziqmaydiganlarni qo'shib qo'ymaylar, odam ko'paytirish kerak deb. Xo'p, do'stlar, endi nima qilamiz? Video o'ynayapmizmi? Do'stlar, sizlar vaqtinglarni olmang, xullas bo'pti, hayır.